Yaqinda prezident tomonidan aholi salomatligi va millat genofondini giyohvandlik hamda narko jinoyatlar xavfidan muhofaza qilishga qaratilgan yangi farmon qabul qilindi. Hujjatning asosiy maqsadi ayniqsa yoshlar va bolalar salomatligiga jiddiy tahdid solayotgan giyohvandlik illatiga qarshi kurashish, uning targ'iboti va tarqalishini cheklashdir. Ushbu farmon asosida Farg'ona shahridagi Respublika ixtisoslashtirilgan ruhiy salomatlik ilmiy amaliy tibbiyot markazining narkologiya xizmati filiali oldiga ham qator muhim vazifalar qo'yildi. Aholini giyohvandlik savodxonligini oshirish maqsadida muassasamizda alohida yetuk malakali mutaxassis biriktirilib, ko'l markazlari tashkil qilindi. Narkolik kasalliklarni erta bosqichda aniqlaydigan bo'lsak, bemorga yordam berishimiz yuqori darajada sifatli va samarali natija beradi deb o'ylayman. Aholimizning orasida bir noto'g'ri tushuncha borki, qo'pol tushuncha degan bo'ladi. Narkolik kasallikka chalinib bo'lsa, narkolik muassasasiga murojaat qilsa, mana u yoki nazoratga olib qo'yadi, ro'yxatga olib qo'yadi yoki bir haligi sharmandalik yaqin qarindoshlarim ichida sharmandalik holati kelib chiqadi deb o'ylashadi. Aksincha, u bemorning ahvoli og'irlashib, qaytmas protsessiga yetganda murojaat qiladi. Endi biz bu ko'l markazlari tashkil qilganimiz maqsad shu erta aniqlaydigan bo'lsak, erta bosqichda murojaat qiladigan bo'lsa, shikoyat qiladigan bo'lsa, biz ularni sog'lom turmush tarziga qaytarish, sog'lom bo'lib yurishini natijasiga erishamiz. Shunday holat bo'lyaptiki, hozir bizni viloyatdagi barcha narkolik mutaxassislarimiz tomonidan o'quvchi va maktab yoshidagi uyushmagan yoshlar orasida anonim so'rovnomalar o'tkazilyapti. Endi bu ham albatta natija beradi, xudo xolasa. Hammalaringizni giyohvandlik illatidan himoya qilib, o'zlaringizni sog'liqlaringizga e'tibor berishlaringizni chaqirib qolaman. Albatta, sog'lom turmush tarzi va giyohvandlikka qarshi profilaktika nafaqat shaxsiy mas'uliyat, balki kelajak avlodga bo'lgan eng katta g'amxo'rlikdir. Bugundan boshlab har birimiz bu yo'lda birdam bo'lishimiz lozimligi yana bir bor dolzarb ahamiyatga ega.